Va alaykum assalom. O'tiringlar bolajonlar. Malades bo'larkan mana. Xo'p, endi bir yo'qlama qilib olaylik bolalar. Barselona kelganmi? Yaxshi. Arsenal. Shu yerdaman. Ha, yaxshi. Manchester City bormi? Ha, domla, Manchester Cityda o'zi chiqarib yubordi o'tgan safar. Ha, yo'q-e. Ha, bu xotira chataqda endi. Chiqarib yuborgan bo'lsam, yo'q bo'lsa o'chirib qo'yamiz ro'yxatdan bo'lsam, yana yilga yozamiz-da endi ro'yxatga uni. Ha, bo'ldi. Borussia Dortmund. Sizlarni 40 minutda hal qilganmiz, esinglardami? Inter. Voh, sen kubikka Inter bo'la. Bavariya degani bormi? Men domla. Bavariya. Barsa bilan avariya olib ketmagin yana. Xo'p, Atletico Madrid degani kelganmi? Domla, uni ham kecha o'zi chiqarib yubordi-ku. Ha, yo'q-e. Aytyapman, xotira pishdi deb. Men o'zi rasa ko'pchilik chiqarib yuborganman. Eslarmasanglar kerak. Senlarda ham chiqarib yuborganman bir paytlar o'zim. Ona domla, Atleticoga kecha nohaqlik bo'ldi deyapti ko'pchilik. Nimasi nohaqlik? Atleticoga ikkita savol berdim.